Tug'ruqdan keyin qinning kengayishiga sabab bo'luvchi 5 ta omil. Birinchisi, mushaklarning cho'zilishi. Bola tug'ruq jarayonida yaxshi o'tish uchun, tug'ruq yo'llaridan, qin yo'llaridan yaxshi o'tish uchun bizani 9 oy davomida qinlarimiz yumshaydi, elastikligi oshadi va tug'ruqqa tayyorlaydi. Shuni hisobiga bizada tug'ruqdan keyin qin kengligi kuzatiladi. Ikkinchisi, gormonal o'zgarishlar. Elastin va relaksin gormoni ishlab chiqarilgani hisobiga bizada bu gormonlarimiz qinimizni, mushaklarni bo'shashtirib beradi. Tug'ruqqa tayyorlash uchun shuni hisobiga bizada tug'ruqdan keyingi tiklanish sekinlashadi. Uchinchisi, to'qimalarning elastikligi. Bilasiz, tug'ruqdan keyin biz ratsionlarimizga e'tibor berishimiz kerak, ya'ni oqsilga moy mahsulotlar yeyishimiz kerak, foydali mahsulotlar yeyishimiz kerak, vaqtida dam olishimiz kerak va biz o'zimiz tiklanishimizni yana ham yordam berib olishimiz kerak. Ya'ni tashqi tarafdan tiklab olishimiz mumkin, lekin ichki tarafdan tiklashimiz uchun biz vitaminga boy mahsulotlar yeyishimiz kerak, vitaminlar tashqaridan qabul qilishimiz kerak, kollagenlar ichishimiz kerak va yana intim gimnastika bilan shug'ullanishimiz kerak. Ko'p marotaba tug'ish bu agar siz dam olmasdan ketma-ket tug'adigan bo'lsangiz, sizda qin sohasida juda ham ko'p muammolar bo'ladi, chunki biz tanamiz hali tiklanmasdan turib, yana qayta-qayta ko'p martalik homilador bo'lsak, hali tiklanmasdan turib, yana zo'riqishga olib kelamiz. Shuni hisobiga tug'ruqlarning soniga, ketma-ketligiga, oralig'iga e'tibor berishimiz kerak. Agar sizda tabiiy tug'ruq bo'lsa 2 oydan keyin, razrifli bo'lsa 3 oydan keyin kesarva yo'li bilan farzand dunyoga keltirgan bo'lsangiz, 6 oydan keyin intim gimnastika mashqlari bilan shug'ullanib, ya'ni tabiiy yo'l bilan qin sohasidagi muammolarni butun umrga bartaraf qilsangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinda farzandli bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.